Assalomu alaykum, videoni ko'ramiz. Tirnoq o'stirib olganmiz, ha? Yo, ajratish emas, lekin odamlar qanaqadir boshqacha-da. Biz negativ kerak emas, lekin menga hozir men bu tirnog'in ichida kir yo'qlar, masalan, tirnog'ini o'stirib yurganlar og'ir mehnatga qo'l urmaydi. Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala ashabika ajmain, amma ba'd. Assalomu alaykum aziz birodarlar, do'stlar. Bu ukamiz Bilolbek, yoshlari 16 yoshda. Hozir данный moment переходной возраст hisobiga bu ukamiz turli xil jirkanch, bu mag'rur oqimlarga ergashgan va ukamizni bu yo'ldan qaytarib, xudo xolasa, o'zimiz bilan trenirovkaga, umuman olganda o'zimga shogird qilib oldim. Bundan buyog'iga trenirovka qiladi. Men qaysi yo'ldan yuradigan bo'lsam, xuddi shu yo'ldan yurishga, Bundan buyog'iga o'zgarishga va'da beraman va odamlarga foydali, manfaat tegadigan videolar olaman. Siz qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. rahmat. Qaysi miya bilan sen o'yladingki zalga trenirovkaga chiqsa, ili bo'lmasam to'g'ri yo'lda yursa, namozga chiqsa, namozga olib borsam davolanib ketadi deb. O'sha matchda xuddi shunaqalarni kutib turganlar bor. Qo'shib berasan prosta olib borib. Keyin chaqirib, telefon nomerini olib "Ke bitta narsa o'rgataman, bugun senga yangi sura o'rgataman" deb chaqirib ko'tiga sikib qo'ymaydi deb o'ylamaysanmi? Sport zalda yo'q deb o'ylaysan bunaqalarni, zanimatsiya qilgani chiqqanda. Boje moy, sen jamiyatni davola, u bolani emas, jamiyatni davola. Mana meni masjidda, madrasada sikib qo'yishgan. Madrasada sikmoqchi bo'lishgan, dalbayob. Jamiyatni davolash kerak, bolani emas. Bola bechorada ayib yo'q. Jamiyatda, mahallada ham ayib. Hozir orqa fonda surani yoqib olib, oldi fonda surani o'qib, bu ukamiz to'g'ri yo'lga qaytmoqchi. Mana o'zim bilan olib yuraman, birarda bir sikib turaman. Если что, besplatno paydo bo'lib qoldi. Bu bolacha gay. Bu hech qachon tuzalmaydi. U prosta 18 ga to'lishini kutib turibdi. 18 ga to'lgandan keyin yo Moskvaga jalabli qilgani ketadi, trans bo'lgani, yo Dubayga ketadi, trans bo'lgani, yo Turkiyaga ketadi, trans bo'lgani, gay bo'lgani. Boje moy. Trendga chiqib ketgan bolani chaqirib ol, mana men davolayman. Ota-onasi bera olmagan tarbiyani sen ko'tvatcha berasanmi? Ahvolingni qara, shaltoq. Ey, nimaga gay bo'lib qolganlar aybdor bo'lish kerak? Gay bo'lib qolganlar. Gay bo'lib qolish uchun ko'tiga kimdir sikish kerak-ku. Mahalladagilar, atrofdagilar qayoqqa qaraydi shunaqa? Sen bo'qvacha 16 yoshigacha davolanmagan gay bo'lib qolgan bolani qanday qilib sport zalga olib chiqib davolaysanmi? Sport zalda o'ziga o'xshaganlar ashinchasi kutib turibdi. Kim bir narsa ko'rsataman deb olib ketib ko'tiga yana sikadi. Masjidga olib borasan, masjidda ham bor unaqalar. Kim bu yoqqa olib kelaman, qilamiz, sura o'rgataman deb u yerda sikadi. Mana meni boshimdan o'tgan. Hech kim yordam bermagan, hech kim. Birortasi yordam berib qo'yadi deb o'ylaysanmi? Trend uchun surani yoqib olib orqada chiqishni hojati yo'q, dalbayob. U bola bechorada ayib yo'q. Jamiyat hammasiga aybdor, jamiyat. Bu bolachani mayli jicha manyerasi bor ekan, bilinib turibdi ekan gayligi. Shou biznesimizda yarimidan ko'pi gay. Davolana, Fazliddinni, Elyorni, boshqalarni, Sardor Rahimxonni davola, sport zalga olib chiq. Bu bolani bilad bitta internetga chiqib qolganiga yugurib chiqarib, vassalati, vassalami, bilad olib chiq, ana uylanib olib, xotinlari baxtsiz bo'lib yotibdi qanchasini shou biznesda. Davola shularni. Bo'qdi ham davolamaydi, shunaqa shou biznesdagi ko'tvatchalar hamma naturallarga yozib, bitta sikib qo'y, men bilan bo'lsangiz, o'zim mashina olib berardim, Dubayga olib ketardim, mana qilardim. O'zining futbolning komandasiga qo'shib yuribdi. Shularni davola. Bu bola ladni o'xshar ekan manieralari bilan. Yashirib yurganlar qancha O'zbekistonda. Davolaging kelsa uzoqqa borma, skverga chiq, Toshkentdagi skverga. Hammasi gay ashta yurganlar. Hammasi gaylar o'shda to'planadi. Kruga. Ili bo'lmasam Toshkent tema, Farg'ona tema, Qo'qon tema, Andijon tema deb gruppalarga kirgin, to'lab yotibdi gaylar. To'lab. Millionda topasan. Ana, ashincha hammasiga jamiyat aybdor. Mana shu sekretniy dala-dashtatdan deyish keldim, mehmon bo'lib qo'sh deb g'o'zapoyalarning orqasiga o'tib, seks qilishib, shunaqaga yetkazdirishadi.
Bu ukamiz jirkancha bu narsalarga qo'shilib olgan ekan. Endi men sport zalga olib yuraman. Emchak qo'ydirib, trans qilib, o'zim uylanib olaman. 4-3 xotin qilib. Besplatno ko'tiga sikib yuraman. Tishimni yuvish birarda esimdan chiqib qoladi lekin. Ahvolini qaranglar, urrot billat, ko'tingni poqinar. Срочно psixologga ko'rsatish kerak. Срочно bijolarga ko'rsatish kerak deb kommentariy yozishyapti. Odamlar это просто on sog'lom, soppa-soq, 7 odaqasi soppa-soq, просто gay. Просто gay shunaqalar bor. Kimdir manierasi bilan, kimdir manierasi yo'q. Xotin bola chaqasi bo'lsa ham birarda bir ko'tiga sikib turib yuradigan jonzotlar bor. Qachon sizlar tushunasizlar? Это просто geycha. Все. Bu yerda miya davolash, dinga kirgizdirib majburlab baribir ham ko'tini beradi. Baribir ham ko'tini berib yuradi. U просто 18 yoshga kirishini kutib turibdi, qayerdir ketish uchun. Ili O'zbekistonda trans bo'lib ketadi, ili bo'lmasam Rossiyaga kirib trans bo'ladi, ili Dubayga ham har xil davlatlarga ketib bo'ladi. Просто bizda hali unchalik darajada rivojlanmaganligi uchun boshqa davlatlarga chiqib ketishib trans bo'lishyapti. Biz O'zbekistonda bir narsani tushunish kerak. Bu gey bo'lib qolganlar, geymi не становится, geymi рождаются. Bugun naturalite gey bo'lib qolmaydi. Har doim podsoznaniyasida erkaklar yoqishi qoladi. Uylansa ham, namoz o'qisa ham, ming dunyoni madrasasiga, Makkasiga borib kelsa ham, baribir ham podsoznaniyada erkak bilan yotish qoladi. Kim hech qachon mashincha yillar o'tib bunga davo topmagan bu kasallik emas. Просто такие люди существуют. Biz bilan ular одинаковый emas. Bizda genderный disforiya, translarda genderный disforiya. Bular просто erkaklar bilan yotishni yaxshi ko'radi xolos. Buni davolab bo'lmaydi, kallani ishlatishlar shunaqa odamlar ham bor. Bu yuqib qolmaydi billa yursangiz. Hamma davlatda geylarga normalniy qaragani uchun geylik rivojlanib ketmayapti. Hamma yo'qda. Hamma geymi deb e'tibor bermayapti. Bizda bala deb e'tibor beravergani uchun hali geylar yashirinishib olishyapti, maska kiyishib olyapti. Erkak maskasini kiyib majburlanib, uylanib, hali yoqtirmagan, amskis kelmagan, qo'toq xohlayotganlar unday qilib majburan uylanib, ko'zini chirt yumib, Viagrani ichib, bir narsa qilib sikib yashirinib yurishibdi. Agar bizda ham geymi deb o'tib ketganda aniq bilib olardik. Kim gey, kim natural bunday qilib. Sardor Rahimxonlar, Ulug'bek Rahmatullayevlar yashirinib yurishmasdi. Uylanib olib 3-4 bolani qilib qo'yib, hali glavniy aktrisaning o'g'illari yashirinib yurmasdi, geyligini yashirib yurmasdi. Bilib olardik, mana u gey, mana bizda gey degan uchun qo'rqishib erkak bo'lib turaveradi deb yashirinib yurishadi. Xudo xohlasa qayerga ketyapmiz? Qo'sh oldirishga. Qanaqa qilamiz sochingni aka? Xullas, lekin prическа yoqyaptimi? Qalay bo'lyapti? Stil nomi nima o'zi? Crop. Crop. Rijol degan stil bormi yo'qmi? Bilmayman, lekin crop. Rijol nimaligini bilasan? Nima? Nima ma'nosi? Erkak. Erkak. O'sha rijolni prическа qilaylik. Xo'p, o'rtoqlar, mana ukamizni prическasi tayyor bo'ldi. Seriyozmi? Normalniy, naturalniy erkakka hali geylar umuman qiziq emas. Geymi, emas, gapirmaydi ham, qaramaydi ham, indamay o'tib ketadi. Latentniy pidarazlar bitta qarab, hali o'zi qila olmayotganiga, ko'tiga siktira olmayotganiga bitta qarab, bitta urib, bitta so'kib o'tib ketadi. Bu mana shu olib chiqqan xizalak o'zi latentniy pidaraz
qo'lini ishqalab ketyapti yo'lda, ko'rdinglarmi? Bir-biriga qo'lini ishqalab. Nikoh o'qitib olinglar, halol bo'ladi. Ayol qilib oling. Hozir O'zbekistonda ayol pasport beryapti-yu, shuni emchak qo'ydirib turib, polini almashtirib olib kelib ayol qilib, 3-mi 4-chi xotin qilib oling. Halol yashaysizlar. Yashirinib, trend uchun videoga olib chiqib, u bilan bechorani butunlay sharmanda qilib, ikkita prichoska qildirib, 4ta zalga olib chiqib qo'yib, unutib yuboradigan narsani keragi yo'q, men davolayapman deb. Bema'ni oqimlarga o'ralashib qopti dedi. Bema'ni oqim geylar oqim emas. Geylar tomonidan biror marta urush bo'lgani yo'q. Translar tomonidan biror marta davlat talashish, bomba portlatish, ili biror joyga borib, birortasini o'ldirib kelish oqimi bo'lgani yo'q. Odamlarga hech joyda yomonligi tekkani yo'q, birorta transni, birorta geydi. Oqim deb ana dinni maska qilib olib, hijobga kirib olib, bir joylarda portlatib, davlat bilan urushtirib yurgan senlardiki, sen qilayotgan ishing oqim hisoblanadi. Между прочим, гомосексуалист latentный. Geylardan dizaynerskiy ko'ylaklar, shikarniy duxilar, shikarniy pastelniy belyolar, shikarniy женский ko'ylaklar, shikarniy svadebniy platyalar, shikarniy parfyumlar, kremlar, iPhone'lar, remellar, sen kiyib yurgan futbolkalar chiqadi geylardan. Yomonlik chiqmaydi, bu oqim emas. Afsuski adashasan. O'zinglar kallinglar bilan o'ylab ko'ringlar. Biror marta eshitdinglarmi? Birorta geylar to'planib biror joyda portlatib yoribdi deganini. Yo bo'lmasam biror joyda birortasini iznasiut qilib o'ldirib ketibdi deganini geylar, translar, lesbiyankalar, yoshi LGBTlar biror joyda birortasini portlab ketdi, yo urush boshlabdi, yo biror narsa bo'libdi deganini eshitganmisizlar? Biror joyda eshitganmisizlar? Sizlar tulki eshitgansizlar. Dolce Gabbana yangi stilniy kiyimlarini chiqaribdi. iPhone yangi iPhone 17 ni chiqaribdi. Yo bo'lmasam duxiylar chiqaribdi. Shunaqa narsalar eshitgansizlar xolos. Chiroyli narsalar, chiroyli kiyimlar, chiroyli hech qachon birovga og'iri ham tegmagan, birovga yomonligi tegmagan. Men qo'llab-quvvatlamayapman. Men ko'payib ketishini xohlamayman. Prosta men sizlarga elementarni tushuntirib beryapman. Yo'q, geylar, to'lka translar hammasi turki go'zallik yaratadi. Hozir ana o gey bolachani videosini qo'ysam, bir ikkitasi yozyapti. O boshi astag'firulloh oxirgi zamon deb. Opajonim, 30 yil bo'pti trans bo'lganimda. Ashta 30 yil oldin aytdingiz oxirgi zamon deb. 42 ga kiryapman, hali ham oxirgi zamon yetib kelmayapti. Opa, o'sha sizga o'xshaganlar oxirgi zamonda qolib ketyapti. Orqa tomonda. Zamon yildan yilga rivojlanib ketyapti. Siz ashi dala-dashta tindi ish keldi, mehmon bo'lib qish deb paxta ekib yuribsiz. Yaqinda 7 avgust kuni Jennifer Lopez kelyapti. Jennifer Lopez yarim tansori, hammasi gey, yarmidan ko'pi gey. O'zbekistonga konsertga kelyapti. Oxir zamon Amerikada necha yildan beri geylar bor, necha yildan beri translar bor. Oxirgi zamon kelmayapti, tulki sizga kelaverar ekanda. Geyga qarshiman, men geylarga qarshiman deydi-da. iPhone'da birinchi 17 chiqib qolsin, birinchi o'ringa yugurib borib olishadi. Tim Cook gey-ku. Olyapsizlar-ku iPhone'ini. Dolce Gabbana ham gey. Olyapsizlar kiyimlardan, futbolkasidan, remenidan, ishtonidan kiyib yuribsizlar. Versace'ni ham o'ylab topgan odam gey o'lib ketdi, конечно, joy jannatdan bo'lsin. Baribir ham kiyyapsizlar. Hamma dizaynerlar erkaklarga ham, ayollarga ham o'ylab topayotganlar hammasi gey. Baribir kiyib yuribsizlar. Qanday sizlarni bilish mumkin qarshiliginglarni? iPhone'da ishlatyapsizlar jon deb. Soatlarini taqib yuribsizlar jon deb. Sizlarni qanday tushunsa bo'ladi bundan keyin? IT'larchi kuzgi shidigarni qirmoq qilgandan so'ng necha tonlar picha urmoqchisizlar? Bir ikkita odamlarga hayron qolaman, har doim kommentariyga kirib oxirgi zamon kelyapti. Oxirgi zamon kelyapti. Конечно, mana shunaqa naturallar bir-biri bilan urush o'ylab topaverib, har bitta prezident bir-biri bilan urushib qolganiga xalq o'laveryapti. Ikkitasi kelisha olmagan problemasini bechora odamlar, oddiy odamlar rishat qilgani urushga ketishyapti. O'shalarda orasida geylar bormi? Nimaga o'shalarni kommentariyasiga kirib yozmayapsizlar? Urush qilayotgan prezidentlarni kommentariyalariga kirib yozmayapsizlar. Например, Putinda, например, Zelenskiyda ikkalasi kelishib olsin. Urush bo'lmaydi. Nimaga ikkalasi kelisha olmagan narsaga xalq o'lish kerak? Ularning orasida geylar bormi?
Yo'q. Prичем тут geylar oxirgi zamonda keltiryapti? Nima qilib keltiryapti? O'zini kiyimchalari bilan, yo bo'lmasa iPhone'lari bilan, yo dushilari bilan keltiryaptimi oxirgi zamonda?